Assalamu alaikum. Let's start today's lesson. Okay, today we are going to learn about the next lesson. Okay. Demek bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz 3-unit ekan. 3-unitda nima deyapti? Present continuous. Present continuous degani hozirgi davomli zamon, ya'ni hozirda davom etayotgan zaman. Bu o'zbek tilida ham xuddi shunaqa. Bizda ko'p zamon bo'lmagani uchun bizda bunaqa zamon yo'q, lekin siz agar aytsak hozirda davom etayotgan zamon hamma tushunadi. Ya'ni hozirda bo'layotgan ish harakatga nisbatan biz present continuous ishlatamiz. Misol uchun birinchida nima qilyapti bu? I am eating deyapti. Ya'ni bu I am eating. Men biror narsa yeyapman deyapti. Hozirda bu ish bo'lyapti yoki bu yerda she isn't reading. U hozir o'qimayapti. Yonida kitob yoki biror narsa yo'q, u hech narsa o'qimayapti. Demak, hozirda nima qilayotganini bildirish uchun biz present continuous'dan foydalanar ekanmiz. Ikkinchi misol, it's raining. Hozirda yomg'ir yog'yapti. The sun isn't shining. Quyosh chiqmagan deyapti. We are running. Biz hozir yuguryapmiz. Bu yerda they are running. Ular yuguryapti. They are not walking. Ular yurmayaptilar, yuguryaptilar. Okay? The present continuous is deyapti bu yerda. Ya'ni hozirgi davomli zamon bu deyapti. Nimadan tashkil topgan? Am, is, are, doing. Ya'ni bu yerda bizda qarang. Subject plus verb plus verbga ing qo'shyapti. Okay? Verbimizga ing bor verbda. Okay? So, subject ega, o'zi hamma gap tuzishda biz bitta ega va fe'ldan tashkil topgan gapni gap deya olamiz. Agar ega yoki fe'l qatnashmasa, u to'g'ri gap bo'la olmaydi. Bu yerda demak egamiz bor va verb. Verbga nisbatan biz ing qo'shyapmiz. Bu yerda keyin qaranglar, to be bor. Subject plus verbdan oldin nima ishlatyapmiz? To be ishlatyapmiz. To be da am, is, are. To be plus verb ing bo'lyapti endi. Demak bu yerda am, is, are, doing, eating, running, writing. Demak hamma fe'llarga nisbatan biz ing ya'ni ing qo'shib ketsak, ular present continuous'da ekan. Misol uchun I am not ing, misol uchun I'm working, men ishlayapman yoki I'm not working, men ishlamayapman. Not tushunchasini qo'ysak, albatta bu inson shakli bo'ladi. Chris is writing. Chris yozyapti, xat yozyapti deyapti. Hozirda bo'layotgan ish harakat. She isn't eating, she is not eating. The phone is ringing. Telefon chaqiryapti. We are having dinner. Biz hozir ta'rif qilyapmiz. You are not listening to me. Sen menga quloq solmayapsan. The children are doing their homework. Bolalar o'zlarini uyga vazifalarni bajaryaptilar. Got it? B'da amidor plus ing something is happening now. Ya'ni bu qachon ishlatilishini aytyapti. Bu yerda qarasanglar, qaranglar, bu yerda past, now, future bor. Ya'ni biz o'zbek tilida shunaqa zamonimiz bor. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelajakdagi zamon. 3 ta zamon bor. Mana shu bizning hozirda ishlatayotgan hozirgi davomli zamonimiz hozirda, mana ya'ni hozirda bo'layotgan ish harakatga nisbatan ekan. Okay? Pastda emas, future'da emas, ya'ni hozirga tegishli. Hozirda mana shu oraliqda bo'layotgan ish harakatga nisbatan. Misol uchun, please be quiet, I'm working. Iltimos, ovoz chiqarmanglar, men ishlayapman. Look at she, she's wearing her new hat. Siga qaranglar, u yangi shlyapasini kiyapti. The weather is nice at the moment. It's not raining. Havo juda ham yaxshi hozirda. Hozir nima? Yomg'ir yog'mayapti. Where are the children? Bolalar qayerda? They're playing the park. Ular parkda o'ynashyapti. We are having dinner now. Biz hozir xarid qilyapmiz. Can you come again later? Keyinroq telefon qila olasizmi? You can turn off the television. I'm not watching it. Siz bemalol televizorni o'chirishingiz mumkin. Men uni ko'rmayapman. Ya'ni hozirgi zamonda. Demak, spellingga e'tibor beramiz. Spelling bu yerda qanaqa biz ing qo'shamiz? Mana
5-6 ta misol berib qo'yibdi. Bundan tashqari appendix 5, ya'ni appendix 5 ga oxirgi varaqda appendix 5 da mana shularni hammasini keltirgan. Ko'rib, qanaqa qo'shishni, ingni o'rganib olsak bo'ladi. Misol uchun, come desa, demak ketyapti, bu yerda coming bo'lyapti. Write desa, writing bo'lyapti. Dance desa, dancing bo'lyapti. Demak, birinchida hammasida larni o'rniga ni olib tashlab ing qo'yyapti. Endi oxiri mana run, running, sit, sitting, swim, swimminglar ikkitadan qo'shilyapti. Ya'ni n ikkita, stay ikkita, may ikkita. Bu yerda lie, lying bo'lyapti. Bu yerda lie ing ga qo'shilishdan oldin bizga y kelyapti. Okay? Demak, bu unitda biz am is are ni qachon ishlatamiz va nimani o'rgandik? Hozirda nima bo'layotgan ish harakatini o'rganib oldik. Right? Demak, matchlarni bajarib ketamiz. What are these people doing? Bu odamlar nima qilyapti? Use the verb to complete the sentence. Ya'ni bu yerdagi fe'llarga ing qo'shib, bu yerdagi odamlar nima qilayotganini ko'rib yozib chiqinglar deyapti. Birinchisi she is eating an apple. Bu olma yeyapti deyapti. Ikkinchisida he for a bus. Ikkinchisida nima qilyapti? Avtobus kutyapti deyapti. Bu yerda avtobus kutish, kutmoq wait. Demak, bu yerga biz nima yozamiz? He waiting yozamiz. To'g'rimi? Albatta u xato. Nimaga? Bizda to be bo'lishi shart edi. Demak, buni o'chiramiz biz. To be yozamiz. He ga nisbatan qaysi edi? Amidor. Is albatta. Is, he is. Endi wait yozamiz. Wait. He's wait for a bus esa bu hozirgi zamonda bo'layotgan sababli biz ing qo'shamiz. Demak, he's waiting for a bus. Bu avtobus kutyapti. Ikkinchisida ular nima qilishyapti deyapti. They football. Demak, ular futbol o'ynashyapti. Uchinchida qarab tursak, futbol o'ynamoq nima edi? Play edi. Okay, biz buni ham oldik. Play bu yerda yozamiz. They ga nisbatan qaysi edi? Amidor are ishlatamiz. They are playing football. Ular futbol o'ynashyapti. To'rtinchi. To'rda nima bo'lyapti? Bu nima qilyapti? Stolning yonida uxlab turibdi. Bu yerda endi on the floor. Floor ya'ni pol. Polda nima qilyapti? Uxlab turibdi. Bu yerda uxlash qaysi? Sleep bo'lish kerak, lekin bu yerda sleep emas. Bu wait oldik, play oldik, bizda sit, lie, have oldik. Demak, have bo'lmaydi. Bizda o'zi bitta lie qolyapti. Lie suyanmoq degani, ya'ni uxlab o'tiribdi deyapti. Demak, bu yerda lie. Bu yerda erkakmi, ayolmi? Albatta erkak ekan. Erkak esa biz he ni ishlatamiz. He ga nisbatan to be is lie ni agar biz mana shu bo'lsa, biz ing tutsak, buni o'chirib y qo'yamiz dedik. He is lying on the floor bo'ladi. 5ta. 5ta nima bo'lyapti? Ular obedga breakfast ekan, demak nonushta qilyaptilar. Ular nonushta qilyaptilar. Ular bo'lsa, ularga nisbatan biz they ishlatamiz. They to be qo'ysak are bo'ladi. They are nonushta qilmoq have bo'ladi. Demak, they are having a breakfast bo'ladi. Va oxiri on the table. Bizda bir dona sit qoldi. Sitni ham she ga nisbatan yozamiz. She to be ga is, she sit bo'lsa bitta t bo'ladi. Keyin sitting. She sitting on the table. Okay, birinchi mashqimiz tugadi. Ikkinchi mashqqa bularni hammasini bajarmayman. Bir ikkitasini bajarib tushunib ketaman. Qolganini o'zinglar bajarib ketasizlar. Okay? Complete sentences use one of these verbs. Ya'ni bu verblardan ishlatib buni to'ldiring deyapti. Birinchisi please be quiet and working deyapti. Okay? Where is John? John qayerda deyapti. He's in the kitchen. U oshxonada. Oshxonada nima qiladi endi? He will. U qurmaydi. Go. U bormaydi. Have. Bironasi yo'q. Stand. Turmaydi. Stay. O'tirmaydi. Swing. Bu yerda swim qilib bo'lmaydi. Demak, bu yerda nima ekan? Cook. Albatta cook. Demak, biz hozirgi zamonda ishlatish uchun bunga to be qo'yamiz. He is cooking. Ya'ni u biror narsa pishiryapti yoki ovqat qilyapti degan ma'noda. You on my food. Oh, I'm sorry. Demak, sen
Mening oyog'imni deyapti, biron narsa qilding deyapti. Demak, bu yerda sorry degani nima? Uzr so'rayman deyapti. Demak, bu nima qilsa, sen oyog'imga bosding yoki tepasiga chiqding desa, keyin shunaqa deydi. Demak, bu yerda nima deymiz? You are bu yerda stand standing, you are standing on my foot. Ya'ni sen meni oyog'imni ustida turyapsan desa, sorry deyapti. Look, somebody in the river. Ya'ni daryoda nima qiladi? Swim qiladi. Demak, look, somebody bular birlik hisoblanadi. Birlikka nisbatan biz izlatamiz. Look, somebody is swimming. Okay? Qolganini o'zimiz bajarib qilamiz. Look at the picture, write sentence about Jane. Use she's, ing or she isn't ing. Demak, bu yerda qaranglar deyapti. Bu misollardan ko'rib, bu rasmdan ko'rib, qaysi birini qilyapti, qaysi birini qilmayapti, yozinglar deyapti. Okay? Yoki she's bilan yoki she's not bilan. Birinchisi demak, she'smi, she's notmi? Sit on the floor. U o'tirganmi? Albatta o'tirgan. Demak, bunda not qo'shamiz. She's sitting on the floor. Birinchisi. Ikkinchisi, read a book. U kitob o'qiyaptimi? Albatta kitob o'qimayapti. Demak, she is not reading a book. Demak, u kitob o'qimayapti. Yana to'rttasini bajarib qo'yamiz. What's happening at the moment? Hozirda nima bo'lyapti? Write true sentences. Ya'ni to'g'ri so'zlar bilan yozing deyapti. Bu yerda I wash my hair. Men sochimni yuvyapman qilish kerak bu yerda yoki yuvmayapman. Bu sizga ko'ra hozir nima qilayotganingiz haqida. Okay? Misol uchun it's snowing or it isn't snowing. Qaysi birini ishlasangiz farqi yo'q. Hozirda biror narsa bo'lyapti. Misol uchun bunga yozsak I sit on a chair. Men hozir stolda o'tiryapman. Albatta o'tiryapman. Demak, bu to'g'ri. Men nima deyman? I am sitting on a chair. Ya'ni men stolda o'tiryapman. I am eating desa, demak, men hozir hech narsa yemayapman. Demak, I am not eating. Hozirgi vaqtingizga qarab buni yozib chiqing. Hammasini qolgan. Yomg'ir yog'yapti, yo ingliz tilini o'rganyapman deganlar. Unit 4, are you doing? Present continuous question. Demak, bu o'sha mavzumizning question, ya'ni qanaqa qilib savol qo'yishimiz. Savolni qachon ishlatamiz? Demak, questionda biz har doim to be oldinga chiqadi dedik. Kecha ham. Bunda ham xuddi shunaqa, ya'ni to be oldinga chiqadi. Hammasi, lekin to be dan oldin ham keladigan WH question bor. Agar o'sha questionlar bo'lsa, bu whatga o'xshagan. So, what are you doing? Bu yerda nima qilyapsan? Am I doing? Am I working? Am I going? Am I staying? Is he doing? Is he working? Hammasi o'rganadi, etc. Demak, are you feeling okay? Sen yaxshimisan? Yes, I'm fine. Thank you. Men yaxshiman, rahmat. Is it raining? Yomg'ir yog'yapti. Yes, take an umbrella. Albatta. Yomg'ir yog'yapti. Umbrellani ol deyapti. Why are you wearing a coat? It's not cold. Sen nimaga buni kiyding? Tashqari sovuq emas-ku deyapti. What's Paul doing? Paul nima qilyapti? He's reading the newspaper. U magazinlarni o'qiyapti. Ya'ni newspaper gazetalar bo'ladi. What are the children doing? Bolalar nima qilishyapti? They are watching television. Ular televizor ko'ryapti. Look, there is Sally. Where is she going? Qara, bu Sally. Qayerga ketyapti? Who are you waiting for? Kimni kutyapsan? Are you waiting for Sue? Ya'ni Sue'ni kutyapsanmi? Either study the word order. Ya'ni bu yerda hozir aytganimiz orderni o'rganamiz. Qaysi biri oldin keladi? Albatta questionda to be oldin keladi. To be dan oldin mabodo WH question bo'lsa, bular oldin keladi. Bu yerda o'zi yozadi. Is he working today? U bugun ishlayaptimi yoki what are they going? Where are they going? Ular qayerga ketyapti? Where are those people going? Bu odamlar qayerga ketyapti? Bu yerda qarang. Not where are going those people. Buni where are going those people ketyapti. Okay? Where are those people? Subject all kelyapti.
To be kelyapti, to be dan keyin subject kelyapti, subjectdan keyin verb kelyapti. Mana he is working how today, bu nima ekan? Working today. Verb keyin oxirgi kelyapti, subjectdan keyin subject to be dan oldin, to be dan keyin kelyapti. Okay. Short answers. Kitaga ko'rganimiz, ya'ni qisqa javoblar. Yes, I am. Nothing. No, I am not. Are you going now? Or yes, I am. Is all working today? All look yes, we are. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying in a hotel? Senin güzel otelde oturacak mı? No, they're not. They're staying in Yok, ular men bilan turishyapti. Okay. Look at pictures and write questions. Rasmlarga qarab savollar so'zlaymiz. Birinchisi, are you watching it? Ya'ni bu yerda nima deydi? No, you can't turn it off. Sen televizorga qarayapsanmi? Yo'q, sen o'chiraver deymiz. Bu yerda you go now. Biron joyga ketyapsanmi? Yes, see you tomorrow. Ha, ko'rishamiz ertaga. Demak, bu yerda nima yozamiz? Are to be oldin keladi. Keyin nima bor? You bor ekan. Are you? Nimaga you? Chunki subject to be dan keyin keladi. Are you going? Are you going now? Yes, you. It's rain. Look at the incomplete questions. You are right. We'll get that. Hey, we need she demek. Bu ne demek? Cry, eat, go, laugh. Bu ikkalasi buni nima qilyapti? Ya'ni agar qarayaptimi, yo'lda yoki yig'layaptimi, yeyaptimi, boryaptimi, kulyaptimi, qarayaptimi? Look at bo'ladi. Where Whereas nima keladi? Albatta WH questiondan keyin to be keladi. To be where she bor. She is noun. Where is she? Look at kabi change of family. Looking at and then to the bu demak deyapti erkak right? What means to be he what is he what is he yeah write a question from me you see in our the west order demak ularni order qilgan joyga qo'yib yo yoki ishlatishimiz kerak ekanimizda this working today what are the children doing bir bitta bilan qolganini o'zinglar bajarasizlar you listening to me bu yerda qarang birinchi bo'lib WH question bormi yo'qmi qarang yo'qmi demak bo'ldi yo'q bo'lsa uni qo'yamiz undan keyingisi subjectni topamiz ega bu yerda qaysi you sen demak senga nisbatan biz qaysiga ishlarni ani ishlatamiz demak are qo'yamiz keyin subjectlarni you'ni qo'yamiz are you undan keyin sen keladi listening bilan are you listening olgani yozamiz are you listening to me bunisini ham mana bajarib beray WH question ekan birinchi nima qilamiz WH question bormi yo'qmi qarang demak bor bo'ldi where bor demak where'ni yozamiz qayerda endi nimani topamiz egani topamiz ega qayerda going yo'q albatta your friends sening do'stlaring bu ega buni your friendsga biz to be topishimiz kerak sening do'stlaring demak bunga ko'plik shaklda are ishlatamiz where are bo'ldi endi egani o'zini yozamiz your friends sening do'stlaring where are your friends demak fe'lni o'zi qoldi going mana bu qolganini ham shunaqa qilib ishlaymiz oxiri write short answers bularga qisqa javob yozamiz are you watching TV no I'm not are you wearing a watch ya'ni pul soat taqqanmisan yes I am yoki no I am not hammasiga mana shu
to be'ni ishlatish shart. Chunki to be bilan savol berilsa, to be bilan javob berish shart. Shu yodingizda. Okay? Uchtasini bajarib o'ynang. That's all for today. Thank you very much. Bugunga mana shular edi. Hammaga rahmat. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta xursand bo'lamiz. Mashqlarni bajarib, yozganlarni bitta-bitta tekshirib ko'ramiz. Undan tashqari agar yana vazifa xohlaydiganlar bo'lsa, present continuousga 5 dona 5 sentences, okay? 5 ta gap tuzasiz. 5 ta gap tuzasiz, uni turoq shaklga o'zgartirasiz. O'sha gaplarni turoq shaklda ham yozib ketasiz. Ya'ni to'plamda 10 ta bo'ladi. Okay? That's all for today. Thank you very much, guys. Have a good day. Hammaga rahmat. See you.